Jamoa nomidan o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana shunaqa muhim turnir oldidan bizni shunaqa katta qo'llab-quvvatlab, katta motivatsiya bilan kuzatib qo'yayotgani uchun. Bekorga aytmayapman. Futbol bu milliy g'ururimiz, milliy iftixorimiz, bu tarbiyamiz, bu madaniyatimiz, bu o'zligimizni anglashimiz desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Natija qilishlaring uchun endi imkoniyat bor. Qo'rqmasdan o'ynasalaring, Xudoning o'zi yo'l ko'rsatadi. Niyatimiz pok. Bobolarimiz, otalarimiz, faxrlarimiz duoda. Duo bu natijaga erishishda juda katta ilohiy kuch. Bu yilgi Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatida kim chempion bo'ladi? A. Braziliya, B. Fransiya, C. Argentina va D. Ispaniya. O'zbekiston qani? O'zbekiston chempion bo'ladi. O'zbekiston chempion. Biz o'zimizni chempionlar qatoriga qo'shmasak, bizni birov qo'shmaydi. Biz o'zimizni qatorimizda yo'qmiz. Biz sizlardan kimdir büyük kim chempion bo'ladi desa, halolchi qismlardan bir patriot, vatanparvar bir O'zbekiston deb qo'yadi. Nimadir bo'lib qoladi. Biz o'zimiz tan olmaymiz, qachonki bizni boshqa tan oladi. Gretsiya Yevropa chempioni bo'lganda o'sha 11 ta bolaga o'zini xalqidan boshqa hech kim ishonmaydi. Lekin chempion bo'lgan. Men xohlardim bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Amerikadagi jahon chempionatidagi ishtirokchisi, Xudo xohlasa, Otabek Shukurov sanoqda. Otabek, biz sizga va butun O'zbekiston delegatsiyasi futbolchilariga ishonamiz. Guruhlar, sizlar jahon chempioni bo'lasiz. Biz bugun 100%